Assalomu alaykum. Bu video murojaatim Sherzod blogerga tegishli. Musofirlar kanalini olib boradigan Sherzod blogerga, tojikistonlik Istaravshandan. Sherzodbek, men sizga haligi iltimos bo'yicha telefon qilsam, meni blokka tiqib qo'ydingiz. Hamma qolgan blogerlarga ham tegishli bu gap. Blogerlar uyalsalaring bo'lardi ozroq. 5000, 6000 pul so'ragandan ko'ra, gadoy bo'lib qo'ya qolinglar undan ko'ra. Nima qilasizlar odamlarga yaxshilik qilyapman deb reklama qilib o'zlaringizda. Qaysi blogerga telefon qilsam 6000 bering, 5000 bering deb. Gadoy emasmisizlar? Gadoy bo'lib xaltalaring yo'q xolos. Senlarni ko'plaring gadoysanlar. Gadoy blogerlar deydi-yu, gadoy, to'rvasi bo'lib, gadoy bo'lib xaltasi yo'q deydi-yu, o'shanaqalardansizlar. Menga qaralaring, blogerlar, niday bo'q, qo'limga tushib qolsalar, niday bo'q, yuzma-yuz ko'rishib qolsam, orqalaringga ketingga siydiradigan qilib aytib qo'yay. Tushundilaringmi? Siyvorasizlar aytib qo'yay. Menga o'ynashmalaring. Meni Samarqandlik 70 ming rublga uxlatib ketgan Moskvada. Kvartiramda yashab turib, shu iltimos bo'yicha nechta blogerga chiqdim. Bir og'iz javob yo'q. Faqat hammasini dardi pul. Pulini bering, hal qilib beramiz ishingizni. Pulini bering, ichki ishlarga borib murojaat qilib beramiz. O'sha bolani rasmlarini tarqatamiz dedi. Ishni bitirsin, pожалуйста. Haloli bo'lsin. Bitmagan ishga gadoylikqa oldindan pul so'rash keragi yo'q. Xullas hamma blogerlar ko'pisi mashinnik shekilli. Xalqni oldida o'zini yaxshi ko'rsatishda shunaqada. Sherzod bloger, bu sizga ko'proq tegishli. Kecha telefon qilsam, uyalmasdan blokka tiqib qo'yib, "Aka, hal qilib beraman." Nima men sizga yosh bolamanmi? Ya garangga o'xshab ko'rinyapmanmi? Sherzod bloger, menga qarang. Qo'limga yeday boq, ko'rish, duxingiz yetsa, marhamat, kecha men adres местоположение tashlaganman sizga WhatsAppdan. Duxingiz yetsa kelib, razbirat qilib oling. Tushundingizmi? O'lib olib, Salarivadaman, falon joydaman demasdan. Adresingizni ayting, любой joyga boraman. Kutlaringizni gapirtiraman aytib qo'yay. Любой blogeringni ushlasam, qo'limga tushsang, o'zim bilaman nima deyishdi. Ayab o'tirmayman men. O'zi meni qolganlarning problema meniki problema emas-da, shundayda. Meni mashinniklar aldab ketgan, pulni olib qochib ketgan O'zbekistonga. O'shalarni hal qilib beringiz, iltimos sizlardan. Hammaga like bosib tarqatinglar bu xabarni. Podpiska qilib. Hammaga xayrli kun.